Kanalimizga qiziqarli savol kelib tushgan. Mana 15-oktyabrga ham sanoqli kunlar qoldi. Mol-mulk va yer solig'idan 100 ming so'm soliq qarzim bor. Agar ushbu soliq qarzini o'z vaqtida to'lamasam, har bir kechiktirilgan kun uchun qancha penya to'layman deyilgan. Bu uchun Soliq kodeksining 110-moddasiga murojaat qilamiz. U yerda qayd etilishicha, har bir kechiktirilgan kun uchun Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkasining 1/3 qismi miqdorida penya undiriladi deyilgan. Demak, bugungi kunda qayta moliyalashtirish stavkasi 14%. Demak, uni 3/1 ulushini olamiz. 0,47 bo'ladi va 100 ming so'mga ko'paytiramiz. Ya'ni siz har bir kechiktirilgan kun uchun agar 100 ming so'm soliq qarzingiz bo'lsa, 47 so'm miqdorida penya to'lashingizga to'g'ri keladi. Hurmatli fuqarolar, tadbirkorlar, soliqlarni o'z vaqtida to'lang va penya to'lashdan ozod bo'ling.